Diyetadagilar diqqatiga ajoyib taom tayyorlab ko'rsataman. Bu sizni ham to'q tutadi, ham semirtirib yubormaydi. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lib, like bosib, do'stingizga yuborib qo'yishni unutmang. Uning uchun guruchlarni qaynatib olamiz. Ichiga sir, 5 dona tuxum aralashtiramizda. Bironta xohlasangiz duxovkani nimasiga listiga, xohlasangiz bironta idishingiz bo'lsa, mana shunaqa idishga solib joylashtirib olasizda. Buni ustidan xohlagan go'shtingizni qo'ysangiz bo'ladi. Menda baliqda mana shunaqa konservasi bor edi. Mana shundan qo'ydim. Bu ham bir dona qolgan ekan. Undan keyin buni ustidan kartoshka pyure qo'yasiz. Kartoshka pyureni xohlagan siz qanday uslubda sevsangiz, ana shunday uslubda tayyorlab olasiz. Men ichiga zelen aralashtirdim. Xohlasangiz pripravalar aralashtirishingiz mumkin. Mana kartoshkam. Undan keyin buni ham xuddi ana shunday qilib yoyib olasizda. Duxovkaga 15 minutga yuborib olasizlar, azizlarim. Men duxovkaga yuborgandan keyin video olishni esimdan chiqarib qo'yibman. Mana shunday qilib bo'lib olsalaring, nima yeygan vaqti ajratib olishga oson bo'ladi. Mana shunday qilib bo'lib oldimda 15 minutga duxovkaga yuborib qo'yasiz. Bo'ldi, tamom, taomimiz tayyor. Buni albatta tayyorlab ko'ring. Tayyorlab ko'rganlarga yoqimli ishtaha. Menga obuna bo'lib like bosishni unutmang. Keyingi videolarimda ko'rishguncha Allohimga omonatsiz.